Atlas va adras xalqimizning qadimiy hunaridan tug'ilgan. Milliy liboslarimizning eng go'zal bezaklaridan biridir. Atlas o'zining ipakdek jilosi, rang-barangligi bilan insonni o'ziga rom etsa, adras tabiiy va nafis naqshlari bilan qalblarga iliqlik bag'ishlaydi. Atlas asosan bayram va tantanali marosimlarda kiyiladigan liboslar uchun tanlansa, adras kundalik hayotimizda ham keng qo'llanilgan. Ikkisi ham xalqimizning nafis didi, nozik san'atkorligi va tabiatga bo'lgan mehrining yorqin timsolidir. Bugungi kunda atlas va adras nafaqat milliy liboslarda, balki zamonaviy modaning ham ajralmas qismiga aylangan. Ular qadimiy meros sifatida bizni ajdodlarimiz bilan bog'lab turadi. Milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashga da'vat etadi.